Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz bizni kuzatuvchilar. Barchangizga kun davomida ko'tarinki kayfiyat tilaymiz. Birodarlar, saxovat ishlarimiz davom etmoqda. Saxovatpish akalarimizdan Allohning o'zi rozi bo'lsin. Mana ehson tariqasida har bir boquvchisini yo'qotgan nochor oilalarimizga 2 kilogramdan qo'chqar go'shtini saxovatpish akalarimiz tomonidan tayyorlandi. Mana shunaqangi ehsonlarda, yaxshiliklarda birdan bir jon bo'laylik. Alloh o'zi bardavom qilsin. Akalarimizni ikki dunyolariga hujjat bo'lsin. Qalblarida nimaiki yaxshi niyatlari bo'lsa, niyatlarini Allohim beriyo ziyoda qilib bersin. Kelinglar birdan bir jon bo'laylik azizlar. Saxovat ishlarida albatta Alloh o'zi ajr mukofotini ziyoda qilib beradi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.